Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan 15-darsimiz elektromagnit to'g'risida o'tamiz. Elektromagnit xuddi oldingi darsimizda induktivnost o'tgan singari mexanizm bilan bog'liq. U bizga nima beradi? Butun elektronikamizda katta o'zgarishlarga, katta effektlar berishga elektromagnit foydasi. Ya'ni hozir uyimizda, umuman shu hayotimizda elektr energiya bo'layotgan hammasi elektromagnitga bog'liq. U nima uchun shunday? Hozir sizlarga aytganimdek, ana simda tok o'tishi bilan birgalikda uni aylanasida elektromagnit paydo bo'ladi. Agar biz o'sha magnitni g'altakka o'rasak, bizda bu magnitimiz kuchayadi. G'altak qiladigan bo'lsak, ichidan temir bolt o'tkazadigan bo'lsak, u magnitimiz bizda o'zakka yig'iladi. Temir o'zakka yig'iladi va temirimiz magnitlanadi. Bu effektimizni qaranglar. Xo'p, mana shu bolt effektida ko'rsak bo'ladi. Hozir men oddiy bolt chizaylik. Yaxshi chiqmadi. Boltimiz va rezbasi. Biz mana shu boltga oddiy met simni o'rab chiqdik. Izolyatsiyalangan, ya'ni o'zi met sim va izolyatsiyasi bo'lgan simni o'rab chiqdik biz. Keldi, o'raldi va bunda qutblar paydo bo'ldi. Shimoliy va janub. Shimoliy va janub qutblar paydo bo'ldi. Agar biz mana shu manbaga, mana shu elektromagnitga agar kuchlanish beradigan bo'lsak, bizda mana shu shimoliy janub qutblari paydo bo'ladi, magnitlanadi va shimol janub qutublari paydo bo'ladi. Uni ko'rish uchun biz shayba qo'yib qo'yganman. Oddiy batareyka, telefon pultni batareykasi. O'zinglar ham uyda qilib ko'rsanglar bo'ladi. Met topasizlar, bolt topasizlar. O'rasizlar, men izolenta просто chochilib ketmasligi uchun izolentani yopishtirib qo'yganman. Oldin bir tekshirilyapti. Yopishmaydi. Endi bunga kuchlanish berish boshlaymiz. Bu tarafiga tekizamiz, ikkinchi tarafiga buni tekizamiz. Bizda magnitlandi, endi turibdi. Batareykani uzaman. Tushishni boshladi. Endi yopishadimi, yopishmaydi. Yana berishni boshlayman. Yana o'zani katushkamizga kuchlanish beraman. Yana yopishni boshladi. 1.5 volt. Endi buni qaranglar. Biz qanchalik mana g'altakni kuchaytirishimiz, sim kesimini kattaroq qilishimiz, ko'proq o'rashimiz, kuchlanishni oshirib borganimiz sari bizani mana magnitlanadigan jismimiz kattaradi. Ya'ni biz katta metallarni bemalol ko'tarishimiz mumkin bo'ladi. Bu elektromagnit endi bizda qayerda ishlaydi? Oddiy misol, xuddi shu boltni deydigan bo'lsak, mana transformatorimiz bor. Mana hozir chizaman. Bizda bunaqa transformator. Bu yog'iga mana g'altak o'raladi. Bu yog'iga ham g'altak o'raladi. G'altak o'raldi. Hali hech qanday kuchlanish ulanmadi. Mana shu joyiga bir tarafi 220 volt kuchlanish beramiz. Xuddi mana shu batareyka ulaganimiz singari. Batareyamiz bu magnitlanadi va mana shu temir o'zak hisobiga bu magnit oqimi bitta yo'nalishga kirib, ya'ni chochilib ketgan yo'nalishdan bitta yo'nalishlanib mana shu tarafga qarab oqadi.
bunaqa chizaylik. Mana shu tarafga qarab oqadi va bu joyda magnitlanadi. Magnitlaydi. Bu joy magnitlangandan keyin kartoshkaning hisobiga bu yerdan bizada volt chiqishni boshlaydi. Bizani mana chulg'amiz qancha nechta chulg'amligiga qarab va uni ko'ndanak kesimiga qarab kuchlanish va bizani tokimiz chiqadi. Agar bu joyda misol uchun 100 ta o'radik va bu joyda 100 ta o'ragan bo'lsak, bizada 220 chiqadi. Agar bu yerda 100 ta o'rab, bu yerda 50 ta o'ragan bo'lsak, 100 volt chiqadi. Ya'ni bir-biriga proporsional ko'payadi va kamayadi. Va bittasi, ikkinchisi xuddi shu Boltgaka effekti bizada relada ham bo'ladi. Hozir mana rela topib oling. Hozir men topib olgan prozrachniym mana shu bo'ldi. Bunga ko'ra xuddi shu mana chulg'amdan o'ralgan temir o'zakka va undan kontaktlar chiqyapti. Ya'ni qanday? Xo'p, chizamiz. Mana o'zak bu yerdan chulg'am o'raldi. Bir tarafi yopiq turibdi. Ikkinchi tarafi mana shunaqa ko'rinishda bo'lyapti. Bu yerda xo'p, demak, bu temir o'zak bo'ladi bizada. Tik. Yana qanaqa chizilyapti bu yerda? Kontakt bo'ladi va bizada xo'sh, mana bu bir-biriga tegib turibdi. Va mana bu joyda yana bitta kontakt bor. Endi bu yerda nima narsa bo'ladi? Agar biz mana shu relay, mana o'zak yaxshilab chizib qo'yaylik. Mana bu joyda kontakt bor. Prosta bu izolyatsiyalangan, bir-biri bilan nima deydi? Tok bilan bog'lanmagan. Prosta izolyatsiyaga men tushunish oson bo'lishi uchun ko'rsatib qo'yapman. Endi qaranglar. Mana shu joyga men batareya chizsam. Manba. Uladim. Ulaganda magnit maydon tok keldi, magnit maydon hosil bo'ldi va bizada o'zaro zamknutый kontur hosil bo'lishi kerak. Ya'ni magnitlanish uchun mana uni tortadi paqqa qarab. Mana shuni tortadi. Mana kontakt bu yoqqa tortganda bizada mana plichomiz, mana yelkamiz bu yoqqa avtomatik ko'tariladi, bu yoqqa ulaydi. Ya'ni kontakt qo'shadi, kontakt beradi. Relalar ham xuddi shu prinsipda ishlaydi. Magnit o'zak tok bersak magnitlanadi. U bilan mana tepadan bosadi, tortadi. Tortganida mana kontaktlar qo'shilishni boshlaydi. Mana relay bu yopiq ko'rinib turibdi. Ichida xuddi shunaqa katushka bor, o'zak bor va kontaktlar bor. Mana ikkita ingichkasiga bizga katushkaga pitaniya beriladi. Mana ikkita yo'g'onidan bittasini pitaniya kiradi, bittasini chiqadi. Kontakt qo'shib beradi. Relay. Transformator, вот relaylar. Yana nima narsa bor? Dashi bizning motorimizda ham uyimizda u nasos, suv nasosi, ishlab chiqarishdagi motorlarimiz ham mana shu prinsipda, elektromagnit prinsipida ishlaydi. Xulosa motorga отдельно bitta video olamiz. Sizlarga bizning darsimiz ma'qul bo'layotgan bo'lsa yoki qandaydir kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, tushunmagan savolinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozinglar. O'sha kamchilik yoki shu savol uchun yana bitta отдельный video qilamiz. Agar sizlarga offline ko'rishib video darslik kerak bo'ladigan bo'lsa, обязательно yozinglar, uni ham qabul qilamiz.